Bugungi mavzu ba'zi bir insonlarning o'z salomatligiga e'tiborsizligi haqida suhbatlashishni niyat qildik. Yaqin kunlarda bir bemorimiz bizga murojaat qildi. Bizni tekshiruvlarimiz shuni ko'rsatdiki, bu bemorimizda erkinlik gormoni testosteron miqdori 0,68 gacha tushib ketgan. Ultrazvuk tekshirganimizda moyaklarning razmeri 1 santimetrdan kam, ob'yomi bor yo'g'i 0,90 yoki 1 kub santimetrda. Bu degani moyaklarning ishlash qobiliyati 80-90% ga tushib ketishi bildiradi. Spermogramma topshirishda umuman sperma miqdorini aniqlab olmadik, chunki chiqmadi. Shuning uchun beradigan tavsiyamiz, bemorlarda shunga o'xshagan ko'rsatkichlar bo'lib qolsa yoki bemorning ota-onasi bolasida shu narsani sezib qolsa, qancha vaqtli mutaxassisga uchrashilsa, shuncha foydasi ko'proq bo'ladi. Ikkinchi bemorimizni yaqinda bir operatsiya qildik. Bu bemorimizda varikosellik 3-darajasi, moyaklar gipoplaziyasi. Bu bolada ham spermogrammani 80-90% gacha aktivnost tushib ketgan. Bu hammasi kech murojaat qilganning sababi hisoblanadi. Sizlardan iltimos qilardikki, bolangizning tarbiyasida, ayniqsa o'g'il bola tarbiyasida e'tiborli bo'lib, o'z salomatligiga ahamiyat berishini so'rab qolamiz.